Jahon chempionatidagi dastlabki tabiat bilan bog'liq muammo. Iroq murabbiyining e'tirozi va Messining rekordi. Mundial kundalik ruknining navbatdagi sonida yuqoridagilar haqida so'z boradi. Barchamiz katta qiziqish bilan kuzatib borayotgan jahon chempionatining 12-kuni ham o'z poyoniga yetdi. Ta'kidlash joizki, o'tgan 24 soat voqeliklarga juda boy bo'ldi. Bugun mazkur voqealar haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Messining rekordi. Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi jahon chempionatlari tarixida yana bir rekordni yangiladi. Jahon chempionati 2026 ikkinchi tur doirasida Argentina Avstriyani 2-0 hisobda mag'lub etdi va ikkala gol ham aynan Messi tomonidan kiritildi. Shu natija bilan 38 yoshli futbolchi o'z jamoasining g'alabasida hal qiluvchi rol o'ynadi. Ushbu g'alaba orqali Messi mundiallardagi umumiy g'alabalar soni bo'yicha rekord o'rnatdi. U 17 ta g'alaba qayd etgan Miroslav Klozeni ortda qoldirdi. Ta'kidlanishicha, Messi jahon chempionatlarida 28 ta, Kloze esa 24 ta o'yinda ishtirok etgan. Shuningdek, argentinalik yulduz mundiallarda ketma-ket 6 ta o'yinda gol urishga muvaffaq bo'lib, bu borada Just Fonten va Jair Zeno rekordini takrorladi. Messi avvalroq jahon chempionatlari tarixidagi umumiy gollar soni bo'yicha ham Klozening rekordini yangilagan edi. Iroq termasi murabbiyining hazili. Iroq milliy jamoasi bosh murabbiyi Grim Arlond jahon chempionati 2026 ikkinchi turi doirasida Fransiyaga qarshi o'yin oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida klub hazil bilan fikr bildirdi. Men har doim maydonga yutqazmaslik uchun emas, balki g'alaba qozonish uchun chiqadigan murabbiy bo'lganman. Bunday ruhiyat bilan ba'zi ishlar o'xshamay qolishi mumkin, ammo o'xshaydigan kunlar undan ham ko'p bo'ladi. 3 nafar darvozabon bilan o'ynash mumkinmi deb so'radim. Yo'q deb javob berishdi. Qarang, raqibning tarkibida ajoyib futbolchilar bor va ularga qarshi o'ynash biz uchun sharaf. Biz maydonga o'z o'yinimizga e'tibor qaratgan holda chiqamiz. Fransiyaning qanday o'ynashini nazorat qila olmaymiz, ammo o'z o'yinimizni nazorat qila olamiz. Futbolchilar maydonga chiqib, o'z imkoniyatlarini butun dunyoga namoyon etishlari uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz deya 62 yoshli avstraliyalikning so'zlarini keltiradi Reuters. NASAdan ajoyib tajriba. NASA 2026-yilgi jahon chempionati uchun tayyorlangan rasmiy top Triondani xalqaro kosmik stansiyaga ilmiy tajriba doirasida yubordi. Loyihaning asosiy maqsadi vazinsizlik sharoitida topning harakati va fizik xususiyatlari qanday o'zgarishini o'rganishdan iborat edi. Shu bilan birga top ichiga o'rnatilgan maxsus datchiklar orqali uning aylanishi, tezligi va bosimga reaksiyasi kuzatildi. Ekipaj a'zolari orbita sharoitida top bilan turli tajribalar o'tkazib, uning odatiy yer sharoitidagidan farqli harakatini namoyish qilishdi. Olimlar ushbu tadqiqot kelajakda sport anjomlarini yanada takomillashtirish va kosmosda harakat dinamikasini chuqurroq tushunishga yordam berishini ta'kidlashmoqda. Doku va Perrion jamoasi. Fransuz teleboshlovchisi Fransiya Perrion va belgiyalik futbolchi Jeremy Doku atrofidagi mojaro 2026-yilgi jahon chempionati vaqtida katta janjalga aylangan voqealardan biri bo'ldi. Aslida Doku bilan shaxsiy ziddiyat emas, balki uning oilaviy qarori haqidagi teledebatdagi keskin fikrlar sababli butun ommaviy axborot vositasi shov-shuv ko'tardi. Perrion L'équipe de Choc dasturida Doku haqida gapirar ekan, futbolchining farzand tug'ilishi sababli terma jamoadan vaqtincha ketish ehtimolini tanqid qildi. U juda bahsli tarzda jahon chempionatini tashlab to'riqqa borish bu deyarli foydasi yo'q, yoqimsiz moment degan mazmunda gapirib, otaning to'g'riqdagi rolini kamsitgandek fikr bildirdi. Bu so'zlar tezda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, katta norozilik uyg'otdi. Futbol muxlislari, jurnalistlar va hatto futbolchilarning o'zlari ham bu gaplarni hurmatsizlik va oilaviy qadriyatlarga zid deb baholashdi. Ko'plar Doku tarafini olib, ota bo'lish futbol o'yinidan ham muhimroq lahza ekanini ta'kidlashdi. Jamoatchilik bosimi kuchaygach, L'Equipe telekanali Perrionning fikrlarini qat'iyan rad etdi va bu so'zlar tahririyat qadriyatlariga mos emasligini bildirdi. Perrion esa o'z bayonotida bu shaxsiy fikri ekanini aytib, uzr so'radi, ammo tanqidlar to'xtamadi. Voqea yanada kattalashib, uni hatto efirdan chetlatish haqidagi xabarlar ham tarqaldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, janjal yakunida keskin qaror qabul qilindi. Fransiya Perrion telekanali tomonidan
tomonidan ishidan bo'shatilgan yoki doimiy ravishda efirdan chetlatilgan. Ronaldu va O'zbekiston. Rossiyadagi ayrim sportga ixtisoslashgan bloglar va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston milliy terma jamoasining Portugaliyaga qarshi o'yini oldidan turli kinoyali va hazilomuz postlar tarqaldi. Ularda asosan Ronalduning gol rekordi va Messi bilan statistik raqobati mavzusi atrofida bo'rttirilgan fikrlar bildirilgan. Ba'zi postlarda hatto Ronaldu Messi rekordiga yetishi uchun O'zbekiston darvozasiga 11 ta gol urish kerak degan kabi keskin va real bo'lmagan hisob-kitoblar ham yozilgan. Qadrli muxlis, sizningcha O'zbekiston Ronaldudan 11 ta gol qabul qiladigan jamoami? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizda hozircha shular, keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.